Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi. Ushbu sovuq ibora OIV infeksiyasi fonida rivojlanadigan holatni tasvirlaydi. Bu 21-asr vabosining oxirgi bosqichidir. Qaytarib bo'lmas va fojiali. 40 millionga yaqin odamlar shu kasallik bilan yashamoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va ommaviy axborot vositalari esa global falokat qo'rquvini tarqatishmoqda. Ammo OIVning dahshatli nomi bilan monolit tuzilishiga nima asos bo'lgan? Millionlab odamlarning o'limiga nima sabab bo'ldi va aslida eng birinchi bemor kim edi? Bugun biz bu sirni ochishga va sirli kasallik izidan tushishga harakat qilamiz. Infeksiyalangan maymunlar va Janubiy shtatlarning mahalliy giyohvandlik paradlaridan tortib to LGBT jamoalar va afrikalik qullargacha. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Zamonaviy O'zbekistonda, betakror, yorqin va o'ziga xos makonda. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Mohira yorqin ranglar bilan hayratga solayotgan joyda. Akmal innovatsion texnologiyalar ila ilhom baxsh etayotgan yurtda. Nigora ajoyib topilmalarini baham ko'rayotgan yerda. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Fikrlab, ishlab, orzu qilib, kashf etib zamonaviy va beqiyos O'zbekistonni bunyod etayotgan har bir o'zbekistonlikdan ta'sirlangan holda. Ayni dam shu yerda hozirmiz. Birgalikda sizga yangi imkoniyatlar eshigini ochish uchun va biz ayni dam shu yerda ekanimizdan xursandmiz. TBC Bank, O'zbekistondagi birinchi raqamli bank. Mozaikaning birinchi qismini 1980-yillarda AQShda uchratish mumkin. O'sha paytda epidemiya butun dunyo bo'ylab tarqalishga ulgurmagan edi va olimlar uni bir-biriga bog'langan oz sonli odamlarga asoslanib o'rganishga majbur edilar. Sirli holatlar endigina paydo bo'la boshlaganda va tez orada olimlarni boshi berk ko'chaga olib keldi. Kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazlari har hafta kasallanish va o'lim haqidagi hisobotlarni e'lon qilishardi. Va ketma-ket bir necha hafta davomida ular zanjirli pnevmoniya va turli xil opportunistik infeksiyalardan tashqari juda ko'p miqdorda sarkomalarga ega bo'lishdi. Bu kasalliklar bunday hisobotlar uchun odatiy emasdi va kamdan kam uchrardi. Lekin bu yerda ular muntazam ravishda qayd etila boshlandi. Shu sababli keyingi tekshiruvlar o'tkazilgunga qadar bu infeksiyalarning barchasini alohida sindromga ajratishga qaror qilindi va bu jarayonlar uzoq kutilmadi. Bir necha oy o'tgach, tadqiqotchilar kalavaning uchini topdilar. 1984-yil mart oyida AQSh kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazlari bir nechta gey va biseksual erkaklarning jinsiy aloqalarini o'rgana boshladi. Hamma kasallangan ayollar, bolalar va erkaklar ichidan tasodifan bir guruh eng ko'p sonli bo'lib chiqdi. Sinovning asosiy subyektlaridan biri kanadalik Stuart Gayten Duge edi. U 1984-yilda opportunistik infeksiya tufayli immuniteti zaiflashganidan buyrak yetishmovchiligidan vafot etgan. 80-yillarning ko'plab jurnalistlari va publitsistlari Gayetanni gomoseksual sportchi sifatida ta'riflaydilar. William Daraning kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi xodimi bilan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, u 1983-yilda OIV bilan kasallangan. 248 ta holatning 40 tasiga sababchi bo'lgan. Bir kishi uchun ancha katta raqamlar. Virus tarqalishining epidemiologik diagrammasini tuzib chiqilganda eng ko'p ko'rsatkichlar unga kelib taqalgan. New York Post sarlavhasiga ko'ra, uning obro'si undan insoniyatni AIDS balosiga mubtalo qilgan inson obrazini yasaydi. U bemor sifatida qayd etilgan va shon-sharaf ko'p yillar davomida u bilan birga bo'lgan. Uning hikoyasi OIV tartibsiz gomoseksual munosabatlar oqibatidir degan afsonaning tarqalishiga yordam berdi. Ammo hamma narsa ko'ringandek oddiy emas. Uning kasalligi 57-raqam ostida ro'yxatlangan. 0 soni esa O harfi bo'lib chiqdi. Bu outside so'zining qisqartmasi edi. Ushbu so'z bemor Amerika Qo'shma Shtatlari tashqarisidan kelgan degan ma'noni berardi. Aynan Gayetandan so'ng epidemiologiyada 0 bemor atamasdan foydalanish boshlandi. U o'zi bilmagan holda kasallikning tarqalishiga katta hissa qo'shgan xolos. U insoniyatga AIDS yuqtirgan birinchi odam emas va albatta oxirgi ham emas. Gayetan o'z davri mahsuli edi va uning holatida OIV faqat vaqt masalasi edi. 70-yillar Kanadada LGBT harakatining haqiqiy ko'tarilishi davri edi. LGBT jamoasi g'alaba ustiga g'alabani nishonlashardi. 1971-yilda Kanadada geylar huquqlari bo'yicha birinchi yurish Ottavada bo'lib o'tdi. Ikkinchisi tana siyosati uchun gomoseksuallarni ozod qilish mavzusida Kanada gazetasining chiqa boshlashi edi.
Shu bilan birga Coming Out LGBT hujjatli seriali chiqdi. 2 yil o'tib Kanadaning bir qancha shaharlarida geylarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha keng ko'lamli tadbir o'tkazildi. Keyinchalik bu hodisa Pride Week deb nomlandi, ya'ni mag'rurlik haftasi. 1974-yilda yosh Gayetan 22 yoshda edi. U aeroport yaqinidagi chekka Kvebekda kichik oilada o'sgan. U sartaroshlikni o'rgangan va uchayotgan samolyotlarni zavq bilan kuzatgan. Aviakompaniyalar umumiy liberallashuv to'lqini ortidan samolyot bortida erkaklarning ishlashiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishlari bilan Dyuga har doim styuard bo'lishni xohlaganini tushunib yetadi. Keyin uning hayoti yangi ranglar bilan to'ladi. U 80-yillardagi hipster modasining boshida edi. Turli ishqiy munosabatlarda bo'lgan, gey barlarga tashrif buyurgan va ko'p sayohat qilgan. Bu qiziqarli aloqalar uchun qo'shimcha imkoniyatlarni ochgandi. Shuningdek, OIDSning tarqoq hayot tarzi tufayli tarqalishiga ta'sir ko'rsatdi. Janubiy Karolinadagi Kanadadan kelgan 57 bemorning tavsifi qo'liga tushib qolgan bir jurnalist xatosi uni darhol mashhur qilib yubordi. U shuningdek epidemiologik lug'atlarga yangi atama kiritdi va Dyugani AQShda epidemiyaning boshlanishida aybladi. Bir tomondan bu adolatsizlik, lekin boshqa tomondan Gaetano hali ham himoyalanmagan jinsiy aloqalarini davom ettirdi. Hatto nima bilan kasal bo'lganini bilgan holda ham. U o'z sayohatlarini batafsil tasvirlab berardi va hech qanday muammosiz sobiq sheriklarining koordinatalarini berardi. U styuard bo'lib ishlagan va virusni istalgan joydan olib kelishi mumkin bo'lsa-da, uning virusning asl tashuvchisi bo'lgan shimpanzelarga yoki Afrikaga hech qanday aloqasi yo'q edi. U hech qachon u yerlarda bo'lmagan. Bu unga va uning hikoyasiga shtatlardagi birinchi OIV epidemiyasining ajoyib tasviri, vahima xurofotlarning paydo bo'lishi, bo'rttirish va har xil fikrlashning eng yaxshi namunasi bo'lishiga to'sqinlik qilmadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 70-yillarga qadar OIDSga chalinganlar borligining aniq belgilari yo'q edi va buning bir qancha sabablari bor edi. Birinchidan, u Amerika Qo'shma Shtatlari hududiga yaqinda kirib kelgandi. Ikkinchidan, inkubatsiya davri. Kasallik OIVdan OIDSga o'tishi uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Uchinchisi esa voqea sodir bo'lgan davr. 70-yillar LGBT inqilobi va keng tarqalgan giyohvandlik hukmronligi davri edi. Bu narsalarning bir-biriga hech qanday aloqasi yo'q. Bu shunchaki tasodif, ammo ular virusga juda ham yaxshi xizmat ko'rsatadilar. Bunday sharoitda olimlarni o'ylantiradigan immunitet tanqisligining keng ko'lamli namoyon bo'lishini sezmaslik mumkin emas edi. Ammo afsuski, bu kasallikning uzoq inkubatsiya davri tufayli hammasi kimdan boshlanganini aniqlash deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Ishchi nazariyalar birin-ketin paydo bo'la boshladi va ommaviy axborot vositalari jamoatchilikni shunchalik hayajonlantirdiki, parallel ravishda bosmaxona ostidan har hafta nima bo'layotganining bir yoki ikkita yangi versiyasini ilgari surdilar. Ammo olimlarning bu ko'rsatkich bo'yicha o'z fikrlari bor edi. Rasmiy nazariyalardan biri shundaki, OIV 1970-yillarning o'rtalarida Afrika yoki Karib havzasida paydo bo'lgan va uning foydasiga Gaetano, Dyuga, NY1 va LA1 bemorlari, New York va Los Angelesdan kelgan bemorlarning hikoyalari bor edi. NY5 raqamli bemor kruiz kemasi ishchisi kabi kasallanganlar bu nazariyalarni yana bir tasdiqlashdi. Hammaga salom, Xurmo ijodiy jamoasidan yaxshi yangilik. Agar siz kibersportga qiziqsangiz yoki shunchaki kompyuter yoki telefonda o'yin o'ynashni yaxshi ko'rsangiz, unda bizning Kiber.uz loyihamiz aynan siz uchun. Yangi chiqayotgan o'yinlar, qiziqarli turnirlar va noodatiy faktlar barchasini Kiber.uz loyihasidan topishingiz mumkin bo'ladi. Ishoning, ketkizgan 1 sekund vaqtingizga ham achinmaysiz. Bizning loyihani mana bu yoqda yoki video ostiga ko'k silkani bosib tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rishguncha. Ro'yxatga olingan erkaklarning barchasi 1974-1977-yillar oralig'ida G'arbiy Yevropa va Sharqiy Afrikaning Karib dengiziga sayohat qilganlar. Bu shuni ko'rsatadiki, OIV ushbu joylardan olib kelingan bo'lishi ham mumkin edi. Xalqaro kartina esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Shunga o'xshash alomatlar va yangi kasallikning paydo bo'lishi hamma joyda chiqa boshladi. Mana, ulardan ba'zilari. Sen-Xorxasi, portugaliyalik. U 1966-yilda Gvineya-Bisauga tashrif buyurganidan keyin kasal bo'lib qolgan deb ishoniladi. Oxir-oqibat u London tropik kasalliklar shifoxonasida Anthony Bryson nazorati ostida davolandi va u yerda 1978-yilda vafot etadi. Greta Rask 1964 va 1972-yillarda Zairga tashrif buyurgan daniyalik jarroh. 1974-yilga kelib uning alomatlari aniqlanadi va u Daniyaga qaytadi. U yerda 1977-yil dekabrda vafot etadi. Arvid Darren Noe, norvegiyalik dengizchi va yuk mashinasi
haydovchisi. 1965-yilda Kamerunga tashrif buyurgan. U 1976-yilda qizi tug'ilganidan 3 oy o'tib vafot etadi. Ro'yxat uzun va olimlarni butunlay chalkashtirib yuboradi. Bu butun voqea standart epidemiologik tekshiruvdan ko'ra lenta o'lchoviga o'xshardi. Bemorlarning har bir jinsiy aloqasi, chet elga sayohati, kasallik tarixi va umuman shunchaki aloqalari haqida so'roq qilingan. Olimlar bu la'nati iplarini bir-biriga bog'lashga yordam beradigan hech bo'lmaganda biror narsani topishga harakat qilishardi. Lekin hammasi behuda ketayotgandi. Yomg'irdan keyin chiqqan qo'ziqorin kabi yangi alomatlar paydo bo'lardi. Xaotik tarzda hech qanday aloqa yoki aniq bir tizimsiz. Va qo'rqinchli filmning chiziqli syujeti o'rniga shifokorlar shunday dahshatli detektiv hikoyani oldilar. Biroq hamma narsa bunchalik umidsiz emas edi. Boshqalarga qaraganda tez-tez uchraydigan ism bor edi va u ko'p narsalarni tushuntirishi mumkin edi. Shu jumladan kasallik nega havo, nega giyohvandlik va hatto fohishalik orqali yuqmasligini ham kasallik jinsiy yo'l bilan yuqadi desa ishonalardi axir. Nega aynan erkaklar orasidagi LGBT va nega aynan o'shanda? Bir vaqtning o'zida ko'plab savollarga javob beradigan bitta so'z. Bu Gaitidir. Aql bovar qilmas, lekin haqiqat. 70-yillarda Gaiti gomoseksual turizm uchun eng mashhur joy edi. Umuman olganda 80-yillar gomoseksual g'alabalar davri edi. 1972-yil iyun oyida Nyu-Yorkda birinchi gey parad o'tkazilgandi. Shundan so'ng Luizianadagi gey barlar, konfliktlar va bu muammoning keng yoritilishi sodir bo'lgan. Ilk gey ruhoniy, ilk gey psixiatr, bir jinsli nikoh pretsedenti va boshqalar. Shuningdek, LGBT harakati o'ziga xos ramziy ma'noga ham ega bo'ldi. Ko'p rangli qo'llab-quvvatlash va muxolifat bayroqlari, maxsus jurnallar chiqarildi. LGBT matbuotda muhokama qila boshlandi va maxsus gey turlar, romantik kruizlar va noan'anaviy juftliklar uchun rasmiy tavsiya etilgan sayohatlar televizorda paydo bo'ldi. 1981-yil fevral oyida Spartacus International Gay gazetasi 11-nashri AIDS tahdidi rasmiy